Men doim aytaman, insonning dasturlari uni boshqaradi deb. Ishonasizlarmi, hozir ofisga ketyapman. Ajoyib narsa ro'y berdi. Uydan chiqqanimda katta yo'lga, trassaga chiqayotganimda tor yo'lak bor, mashina yuradigan. Bitta mashina sig'adi bor yo'g'i. Bu tomonda tuproq joy, haligi pastlik, bu tomonda tuproq joy, pastlik. Endi mashina qalqib o'tadi-da, bu tomonga ham, bu tomonga ham. Men har safar o'sha tor yo'lakka yetganda avtomatik tarzda hozir ro'paramdan kelayotgan mashina menga yo'l bermaydi degan fikr o'tar ekan xayolimdan. Qaranglar-da, xuddi shunaqa bo'ladi. Qandaydir tarzda koinotni tortishish qonuni ishga tushgan holda meni ro'paramdan kelayotgan mashinalar menga yo'l bermaydi. Va meni mashinam katta, shuning uchun men o'sha chuqurlikka tushib, keyin haydashimga to'g'ri keladi. Bugun yana o'sha tor yo'lakka kelayotganimda o'sha fikrni ushladim. Shu vaqtda tushundimki, men salbiy fikrlayotganligimni, salbiy dasturimni o'sha zahoti 3 elak texnikamni qildim. 3 elak texnikani qilganimdan so'ng ishonasizmi? Ne ko'z bilan qarayin, ro'paramdan kelayotgan mashina to'xtab meni o'tkazdirib yubordi. Ya'ni menga yo'l berdi. Tushunyapsizlarmi azizlarim? Qay darajada bizning dasturlarimiz ishlaydi. Salbiy dastur salbiy voqelikni hayotimizga tortadi, ijobiy dastur ijobiy voqelikni hayotimizga tortadi. Agarda siz mening 3 elak texnikamni olishni istasangiz, shu videoni tagida 3 elak so'zini qoldiring. Meni menejerlarim sizga bu texnikani albatta yuborib qo'yishadi.